Bahor bu go'zallashish va yangilanish fasli hisoblanadi. Shuning uchun ham sizni kosmetikalaringizni yangilash payti keldi. Siz bilan mana shu nabor yig'amiz. Nabor narxini video oxirida bilib olishingiz mumkin. Demak, birinchisiga shunaqa joylashtirdim va undan keyingisi bo'lsa shunaqa sifatli, o'zimga ham yoqadigan pudra. Bu pudraning eng xususiyatlaridan biri makiyajni qotirib beradi va kun davomida makiyajingiz sifatli holatda saqlanadi. Undan keyingisi bo'lsa highlighter va keyingisi bleskni rangli pomadaga ham o'zgartirishingiz mumkin. Hammasidan sotuvda bor, bemalol tanlab olish imkoniyati mavjud. Mana qo'limga ham surib ko'rsatdim. Labingizni shunaqa chiroyli yaltiratib beradi. Keyingi navbatda bo'lsa ten joylashtirdim. Tenda ham shunaqa chiroyli ranglardan bor. Bundan tashqari boshqacha ranglari ham bor. Uni ham bemalol tanlab olishingiz mumkin. Va keyingisida bo'lsa naborimizda bundan tashqari konsiler ham bor. Konsiler o'zi nima deb ko'p savol keladi. Mana shu videoda javob berishga harakat qildim. Mana qo'limdagi dog'larning ustiga konsilerdan ozgincha tomizib, mana shu holatda qo'limga surib oldim. Ko'ryapsizki, dog'lardan asar ham qolmadi. Yuz ostidagi va husnbuzarlardan qolgan dog'larni ham mana shu konsiler yordamida bekitishingiz mumkin. Bu naborimizni 20% skidkada 137 ming so'mga, ha qizlar, 137 ming so'mga sotib olishingiz mumkin. Skidkamiz 3 kun davom etadi. Naborimizda tonalka, pudra, highlighter, ten, konsiler va pomadasi joylashgan bo'ladi. Xarid qilish uchun kommentariyada plus belgisini qoldiring. Bu videoni dugonangiz bilan ham ulashing.